Qani kesinchi Jamshid aka. Irvatdi ichiri bu. Ichirigandan ham battari bor. Akalar mana ichi chirib ketyapti shunaqa bo'lib. Ehtiyot bo'lamiz. To'xtang, hozir alohida ko'rsating. Mana ichi chirib ketayotganda mana suv bo'lib oqyapti uni suvini. Mana shu chesno dalasidan olingan chesnolarimiz. Bir qarashda ana bu ham o'sha piyozga o'xshagan bo'ladi, lekin aslida boshqa sklerotinoz degan kasallik simptomini beryapti, lekin aslida ichidan chirib ketyapti. Ichidan chirish sabablari mana sarg'ish sabablari bu azot yetishmovchiligi belgisi, undan tashqari kaliy yetishmovchiligi belgisi. Ozuqa ba'zi tepaga o'tmayapti. Shuning uchun mana ildizni qarang, sog'lom, o'rtadan chirib ketyapti, ozuqasi o'zini manziliga, bargligiga yetib bora olmayapti. Mana akalar. Assalomu alaykum hurmatli fermerlar va dehqonlar, bog'bon akalar. Akalar yana endi bu safar sarimsoq piyoz muammosi bo'yicha sarimsoq piyoz dala maydoniga keldik. Jamshid aka muammolar haqida mana bevosita dalani o'zida turibmiz. Sarg'ayib ketgan joyini ko'rishingiz mumkin. Bir kilometrga 2 metr joy sarg'ayib ketgan. Mana akamiz ham ko'ryapti. Jamshid aka dehqonlarga bu haqida tushunchalarni berib o'tamiz. Ana nimada kesgan videolarimiz ham bor, pichoqda uni ham qo'shib beraman. Kesgan videolarimizni montaj davomida qo'yib ketasiz. Xo'p, hozirgi kunda o'sha tarqalib o'tgan bakterial chirish kasalligi o'rtasidan o'zidan chirib, keyin o'sha sarimsog'i o'rtasi chirib ketyapti, asosiy o'zik qismi. Bu hozirgi kundagi eng tez tarqalayotgan bilan birgalikda xavfli kasalliklardan bittasi bu bakterial chirish. Shu montaj davomida aniq tiniq qilib ko'rsatib ketaymi, oy pichoqda kesgan joylarimni ham ko'rsating. Shu dehqonlar bilan muloqot qilgan joylarimizni havasini ham ko'rsatasiz. Undan tashqari hozir Asalomon aka. O'tini ikkita kasallik ko'p tushgan joylaridan ikkita ko'chatlarni olib, hozir tekshirib ko'rish jarayonini ham o'sha bakterial kasallik bu o'sha aytib o'tganimizdek piyoz kasallik, piyozlarda ham tarqalib uchraydi. Bundan oldingi, bundan avvalgi videomizda ham o'sha piyozda tarqalganligini aniq hisobga olgan holatda o'rtacha sutkalik harorat 2 gradus bilan 4 gradus oralig'ida kasallik rivojlanishni boshlaydi, sekin astalik bilan. Optimali misol uchun 25 dan 28 gacha. Xo'p, maksimali bo'ladigan bo'lsa, maksimali bu 30-32 graduslar oralig'ida rivojlanadi, undan yuqori graduslarda haroratlarda to'xtaydi. Xo'p, hozirgi dalani ekin maydoni holatidan kelib qaraydigan bo'lsak, ob-havosiga qarab turib, mana shu muhitdagi ob-havodan kelib chiqadigan bo'lsak, bu kasallik rivojlanish uchun qulay muhit bo'lib turibdi. Xo'p, eng avvalo bu ekin maydonlariga fungitsidlardan ehtiyot bo'lib turib, fungitsidlarda ham hozir dorilarni aytamiz, retseptlarini. O'sha fungitsidlarni nuqul fungitsidni o'zi qo'llash yaxshi samara berolmaydi. O'sha havoga tushib ketadi, qilinadigan xarajatlar. Asosan aytaylik Malham Gold preparatimizni biz tavsiya qilamiz. Ichida mis preparati bor, undan tashqari kazugamitsin preparati bor. Bu o'sha bakterisid preparat bo'lganligi uchun mana shuni tavsiya qilamiz. Undan tashqari pseudobakterin uch preparatimizni ham tavsiya qilamiz. U to'g'ridan-to'g'ri bakteriyalarga qarshilik ko'rsatib turib, ularni o'ldirib turib, o'sha sodda tilda aytilganda, o'sha o'ldirib turib, ekinni davolash xususiyati bor. Mana shu jihatlarga aniq alohida e'tibor beriladi. Xo'p, ekin maydonini muntazam shu kunlarda muntazam ravishda kuzatib turish kerak bo'ladi. Topish kuniga qadar muntazam kuzatib turish kerak bo'ladi. Ekin maydonlarida nima holatda kuzatilishi mumkin? Mana shunaqa sarg'ayib turib yiqilib qolgan joylar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'sha undan tashqari aytaylik o'tda sarg'ayib bo'y pakana bo'lib o'smay rivojlanmay qolgan joylar bo'lishi mumkin. Mana shu dalada 3 ta joyni ko'zatdik. Tepa qismida, dalani tepa qismida 4 ta 5 ta joyida bor. Mana hozir pastda mana endi rivojlanyapti. Mana shu 4 metrga o'chog'i, kasallikni 2 metr joy уже sarg'ayib qolgan. Kuchli sarg'ayishga boshlagan. Shundan o'zi sarimsoq piyoz yetishtiradigan dehqonlarimiz ogoh bo'lsin va endi vodiydan, Samarqanddan, keyin Qashqadaryodan juda ko'pchilik chiqishadi. Manga aloqaga o'sha sarimsoq ekin yetishtirish bilan shug'ullanadigan dehqonlarimizga o'sha ogohlantirish sifatida mana shu videolarni qilib boryapmiz. Mana bunaqa bo'lib sarg'ayib ketyapti akalar, bargim mana. Mana. Asalomon aka, shuni ham olib kelsangiz ko'rsatib berardik. Olib ko'rsatasiz.
Mana bargini ko'rsataylik Jamshid aka mana. birinchi navbatda mana bargi Mana chirib ketish akalar. jarayoni. Bu o'sha biza bundan avval piyozda, keyin bug'doy ekin maydonlarida sklerotinioz deb diagnoz qo'yib, o'sha sklerotinioz kasalligi to'g'risida video ma'lumotlar qilgandik. Bu ham xuddi simptomi xuddi shunaqa bo'ladi, sklerotinioz kasalligi bo'ladi, lekin ko'rayotgan bo'lsangiz mana barglarning chetidan ozuqa yetishmovchi, kaliy yetishmovchiligi simptomini ko'rsatadi. Kaliy yetishmovchilik simptomi bo'lgani holida undan tashqari azotli o'g'itlar yetishmovchilik bo'ladi. Undan tashqari pastki barglardan sekin qurishni boshlaydi va mana o'rtasidan bo'shashib qolayotgan bo'ladi. Mana o'rtasidan Ichini kesib ko'rsak bo'ladimi Jamshid aka? Ko'rsatamiz, ichini ham kesib ko'rsatamiz. Mana akalar ichi chirib ketgan mana. chirishni boshlayapti. Mana chetlaridan chirib davom ketish jarayonida. Xo'p, bundan avvalgi ekin maydoniga borganimizda ham o'sha ekin maydonidagi holatni deb ko'rsatasiz o'zingiz montaj davomida. Xo'p, endi asosiy retseptlarga to'xtaladigan bo'lsak, tarkibida asosida kazugamitsin va shu bilan birgalikda misi bo'lgan preparatlardan yaxshi foydalanish kerak bo'ladi. Buni avval sepib turib, keyin o'sha biza har doim odatda bakterial kasalliklar tushgan ekin maydonlarida tarkibida misi bor va kazugamitsini bor ta'sir qiluvchi moddalar, dorilar, preparatlar shu bilan birgalikda biz endi Malham Gold preparatini tavsiya qilamiz va pseudobakterin preparatimizni, pseudobakterin 3 preparatimizni tavsiya qilamiz. U ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Endi Malham Gold preparatimizga tarkibida mankasepi bor bo'lgan o'sha hozirgi kunda Redamil, Gidramil preparatlar ishlatish yaxshi samara beradi. Jamshid aka, yana bitta narsa, rasxodini ham shu aytib o'tib keting. Juda ko'pchilik so'raydi, rasxodini aytmayapsizlar. Endi umumiy holatdan kelib chiqib turib, kasallik tarqalishi jiddiyligiga qarab turib, biz misol uchun Gidramil granula va Malham Gold preparatimizni qo'shib sepishni tavsiya qilamiz. Bunda aytaylik, agar kasallik keng tarqalib ketadigan bo'lsa, har ikkisidan ham 2 kilodan gektarga sepiladi. Bo'lmasa yengil tarqalayotgan bo'lsa, endi ilk bosqichlar, ilk simptomlar ko'rinayotgan bo'lsa, ikkalasidan ham 1 kilodan tavsiya etiladi, gektariga 300 litr suv hisobiga. Jamshid aka, mana shunaqa holatda mana 5 ta joyda bor deyapsiz. Naryoqda men 2 tasini ko'rdim, bu bilan 3 ta bo'ldi. Siz naryoqda ham 2 ta joyda bor deyapsiz. Mana 5 ta joyda tarqalgan. Gideta 3 metrga 3 metr hisobini olsanglar ham shunaqa joydan necha litrdan sepgani ma'qul dehqonlarimiz. Bu joyga birinchi tavsiya qiladiganimiz, endi bundan ham kuchli tarqalib ketgan joylar bor-da. Bu joyga taxminan 1 kilo ikkalasidan Gidramil granula preparatimizdan, o'sha fungitsidimizdan, undan tashqari o'sha Malham Gold preparatlarimizdan, bakteriotsid fungitsid preparatlarimizdan shu 1 kilodan tavsiya qilinadi. Agarda bundan ham kuchayib ketadigan bo'lsa, dala o'tda yotib qolib, o'sha sarg'ayishlik kuchayib ketadigan bo'lsa, dalani 10%, 15% ni qoplab olgan bo'lsa sarg'ayishlar, unda 2 kilodan sepish kerak bo'ladi, gektariga 300 litr suv hisobida. Akalar, xushyor bo'lamiz, keyin bu yuqumli kasallik. Yuqumli kasallik, odatda bu kasallik tushganda dalani ekin maydonini hop 5% dan 50% gacha quritib tashlaydi, sarg'aytib tashlaydi, chirtib tashlaydi. Agar bee'tibor bo'lsa, 50% hosilni yo'qotib qo'yishi mumkin. Undan tashqari o'sha pseudobakterin preparatimizni gektariga 1 litrdan o'sha 2-3 kun o'sha Malham Gold va Gidramil granulalarni sepib bo'lgandan keyin yoniga yaxshi stimulyatorlardan, ekinning sistemasiga kiradigan stimulyatorlardan biz Biodux'ni tavsiya qila olamiz. Biodux bilan o'sha pseudobakterin preparatlarni qo'shib turib sepsa, Biodux stimulyatori va shu bilan birgalikda pseudobakterin 3 bakteriotsidni ham sepish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu immunitetni ko'targan holida kasallikka chidamliligini ham oshirib ketadi. Undan tashqari shu ishlarni amalga oshirib bo'lgandan keyin ekin maydonining o'zini holatiga, o'sha immunitetni ko'tarilgandan keyin umumiy o'sha Lovogod preparatimizni ham sepib olish o'sha yaxshi ekin maydonlarini yaxshi rivojlantirishiga, semirishiga o'zini hissasini qo'shadi. Jamshid aka, men asomxona kelib chiqqanlarni ham yorib ko'rsak bo'ladimi, kesib? Ma'munda bo'lish mumkin, bundan ham tarqaygan. Mana hozir mana ma'mulasi ham ko'rasiz, o'rtasi bo'shashib ketgan. Hozir yana bir ko'ramiz. Mana bo'sh bo'lib qolgan, ko'rasiz, ichi qotib. Ichi chirishni boshladi. Endi chirish boshlashi mumkin. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu bo'shashib qolgan. Mana ko'rayotgan mana terilari ko'rasiz. Oppoq bo'ladi, sog'lom bo'lsa. Oppoq bo'ladi, o'zi qurib ketyapti. Bu sekin-sekin astalik bilan borib o'rtasidan chirib ketadi. Keling, tekshirib ko'ramiz.
Mana lapatkani qorasi tushdi. Mana chetidan ko'rayotgan bo'lsangiz, bu o'sha qorayishi belgisini bildiryapti. Tamom bo'lgan bu. Ha, sekastalik bilan tamom emas, endi sekastalik bilan yuqishdi. Shu jamsaka soqayib o'ziga kelib kelib ketmaydimi? Oldi endi mana shu holat asosiysi sog'lomlashtirish emas. Menimcha bu jarayon mana holatlarimizni o'ziga keltira olmaymiz dori preparatlarni qo'llaganda. Mana shu holatni saqlab qolishni amalga oshirsa bo'ladi, harakat qilib. Lekin xavfliligi jihatidan juda xavfli kasallik, tez yuqib ketadigan kasallik. Akalar, bu bevosita hosilga ta'sir qiladigan xavfli kasalliklar turida hisoblanadi. Akalar, kanalimizga obuna bo'linglar, videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Piyoz dala maydonlarini, chisnoy dala maydonlarni kuzatib, akalar har doim o'rganib turinglar. Bu juda ham tez tarqaydigan kasallik. Shuning uchun biz juda ham shoshilinch holatda video qilishga qaror qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.